Bugun 14-noyabr sanamiz bilan hafta kuniga juma barchalaringizni juma ayyomlar bilan tabriklaymiz. Samarqand Nurobod Nurbuloq shaharchamizning chorva bozoridamiz. Assalomu alaykum hamma yurtdoshlarimizga. Xudo xolasa to'liq videolarimizni Eliyor.uz YouTube kanalimizda kuzatib borsangiz bo'ladi. Barchalaringizga birdek omad tilaymiz. Bola sigirlarimizdan hurmatli aka-ukalarimiz 5-bolasi novvoscha, bolasi ham 8 oylik bo'lgan. Ko'rib baho beraveramiz. 40 million so'm egalaridan narx qo'yilgan. 29 million berilmay turibdi akalar. Hurmatli do'stlar, bolasi yo'q, 4 tug'gan, 15 litr suti bor deyilyapti. 30 million so'm narx qo'yilgan egalaridan. 21 million bozor so'rayapti akalar. 15 litr suti bor. Nurobod Uluston akalarimiz. Otilganlardan hurmatli aka-ukalarimiz ikkinchi qoringa bo'g'oz 5 oylik qonida bolasi bor. 16 million 500 ga baraka bo'ldi. Mana olgan akalarimizga ham, sotgan akamizga ham barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Bir tug'ganlarda hurmatli obunachilar, bolasi ham kattagina, g'unajicha bolasi, ikkinchi qoringa bo'g'oz deyilyapti. 3 oylik bolasi bor akalar, 3 litr sut sog'salaringiz ham bo'lar ekan. Mana 23 million so'm egaladi, 21 million bozor so'rayapti ekan. Ikki tug'ganlardan akalar, bo'g'oz emas, qisirlardan mana sizlarga 15 million so'm narx qo'yilgan, boqilgan akalar bu. 13 million so'mga bozor so'ragan, berilmayapti. Nurobod Uluston akalarimiz. Bozor qanday bo'lyapti aka? Bozor yaxshi bo'ladi. Ha? Narxlar qanday, yaxshimi? Narxlar yaxshi bo'ladi. Aha. Kelishtirib beramiz xudoolasa. Mana 13 million so'm bozor so'rayapti akalar. 15 million egaladi aytilyapti. Bunajichamiz akalar, buzoqchamiz mana 7,5 million bozor so'ragan, 8,5 million egaladi aytilyapti. 8 million bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Bu g'urajichalarimiz 14 million so'ralyapti akalar. Ikkalasi bir joyga 16 million egaladi aytilyapti. 8 oylik novvoschalarimizdan akalar 17 million so'm egalaridan aytilyapti. Xudo xolasa 14,5 million so'm bozor so'ragan. Kelishamiz deyilyapti, kami bor. Bu ham 8 oylik akalar, 15 million so'm kami bor. Qanchagacha so'rab buni? 11,5. 11 million 500 gacha bozor so'ragan. Bir yashar novvoslarimizdan akalar 25 million so'm aytilyapti, 17,5 million bozor so'ragan. O'zimizda Nurbuloq shaharchamizniki. Kelishtirib beramiz aka xolasi. Katta buqalarimizdan akalar 3 yasharlaridan 1-2 ta bor, mana hammaga nasib qilsin xolasa. Sharob Rashidovdan akalarimiz 30 dan 60 million so'm akalar savdo bo'lyapti, berilmayapti mana shu novvoslarimiz mana. Ko'rib baho beraveramiz. Ikkalasi ham 3 yashardan. Baraka top o'tkazib bering menga. Ajoyib to'ylarimizdan akalar, urg'ochilardan 1 yashar bo'lib qolgan deyilyapti. 15 million so'm egalaridan aytilyapti. 9 million so'm bozor so'rab turibdi akalar.